Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun 13-may, hafta kuniga seshanba. Novoslarimiz holatlari. Soat 10 dan o'tyapti. Ozuqa tashlangan, ozuqani yeb yubordi. Endi samon qo'shiladi shekilli, oxirida pashti qolmadi. Nash qizildi bo'yniga. Ajoyib narsa toshib qoldi. Ko'rinayotgan bo'lsa, nuqta bo'lib. Doktor chaqirib ko'rsatganda uni bo'yga tuxumlab tashlabdimi deb dori qilib ketdi. Endi yo'qolsa kerak. O'rtadagi Xo'p, qani? Xudo xolasa o'zgarishlari zo'r. Go'shtni narxi tushyapti. Quvada 109, 110 so'yishyapti ekan do'stlar. Ikkita ventilyator olib keldim, o'rnatishim kerak. Shu orqaroqqa, mana shu tarafga o'rnatiladi endi. Tagiga o'rnatib qo'ysa ham bo'lmaydi. Mana shu tarafga bittasini beriyoqqa qilib o'rnatsa, shabadasi sekin urib turadi. Tevasida bo'lsa shabadalatib qo'ymasin. Uch qop qoldi. Ideal ko'rim. Уже hech narsa qolmadi. Bunda bo'lsa ozgina bor. Ertalab berilgan ham. Ozgina ko'paytiriladi. Ko'paytirishga ham odam qo'yapti, sabab kechgacha yomon bo'lib qolyapti ham. Shuning uchun kamroq berib turibman. Suv ichishlari, holatlari barchasi zo'r novoslarda. Taxminan kilo biladigan akalar yozib yuborsin, Trivesga 500 kg tevasida keladimi, yo'qmi novoslar. Ko'rib turibsizlar shuni. To'rt yuz ellikdan baland ko'ryapman men. Buguncha shular. Mayli, sog' salomat bo'linglar.